Assalomu alaykum yaqinlar. Bu videoni darmayib, uylanmasdan, uyda bahona qilib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Ujunaqa bahonalar o'tmaydi. Uy-joy investorlar uchun doim eng yaxshisini ko'rsatadi. Bu uyimiz Farg'ona shahar davlat universitetidan o'tganda Fresh Marketda ro'parasidagi 10 qavatli Novostroykamizda 9-qavatda joylashgan. Parkizatsiya tugmasini bosib qo'ying, uyda birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bizda birinchi xona spalni. Spalning o'zida takoy balkonda qarang kengligini. Bitta kofe bilan chiqib olib, shaharga qarab ajiga. Endi ikkinchi xona. Koridorda o'zi ham bitta alohida tema. Bu tomonga burchiga chiroyli garderob qo'yib qo'ysangiz, shunaqa yarashadi. Ikkinchi xonamiz zal. Ya'ni mehmonxona. Bemalol mehmonlarni kutib olib kuzatishingiz mumkin. Endi oshxona. Bu bizning oshxonamiz. Ko'rib turganingizdek, uyimizning har bitta xonasi juda ham dib bilan ta'mirlangan. Kuxnyamizning kuxning mebellari, duxkonturning kotyol, ataplenarigacha ujur qilingan. Даже pardalarni ham ilib qo'yishdi. Kelin bolaga parda muammo bo'lmaydi. Bu bizda hammom. Hammomni kengligiga qarayingiga, jitcha qum to'kib qo'ysangiz, plashitdaydi. Uyda ko'rdilar yaqinlar, uyimiz egalari tomonidan 43 ming dollar deyilyapti. Agarda kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki direktdan yozinglar, uyda narxlarni kelishtirib berishadi, yana gaplashsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Uy-joy invest.